qoldi. Oz qoldi. O'sha achinikiga tiqib men video qo'yaman, oz qoldi. Achinikiga shunday qilib tiqib, buni achasinikiga tiqvardim men uni. Endi yo'q, maza qilib yashaymiz, maza qilib nafas olamiz endi deb turib, men video qo'yaman, ko'rasan. Cho'tingni qisna qo'y. Chunki bir insonni asl qiyofasini, asl basharasini ko'rishni xohlasang, g'azabi kelgan paytida ko'rgin. O'zi munofiqlikning alomati ham bittasi shu. Munofiqlar g'azabi kelmaganda yuvosh odam bashara bo'lib yuradi. G'azabi kelganda odam basharali yig'ishtiriladi 10 minut, 20 minut, 1 soat, to g'azabi ketgungacha hayvon bashara bo'lib qoladi. Ya'ni yomon bo'lib qoladi. Darrov mushotadigan, tepadigan, so'kinadigan, tuhmat qiladigan, u odam bilan oxirigacha olishadigan, keyin gaplashmaydigan, keyin ko'rishmaydigan odam bo'ladi. Shunaqa odam bo'lsa, ichimizda o'zingiz uchun bilib qo'ying, siz yomon odamsiz, ya'ni rasvo odamsiz. O'zingiz uchun bilib qo'yganingiz yaxshi baribir. Hali sahrligini bilib qo'ysa yaxshi-da baribir. Shirinlik yemay turadi. Endi men siz deya olmayman, bilsam ham demayman, chunki